Assalomu alaykum ustozjonlar. Bugun sizlarga relative clause mavzusini tushuntirib bermoqchiman. Relative clause o'zi nima? Bizaga nimaga kerak? Relative clause bizaga shu maqsadda kerakki, bizada ikkita gap bo'ladigan bo'lsa, shu ikkala gapimizni bitta gapga umumlashtirib, birlashtirmoqchi bo'lsak, bizaga murakkab struktura tuzishimiz uchun kerak bo'ladi. Ya'ni ikkita gapni bitta qilib qo'shib yuborishimiz uchun kerak bo'ladi. Bunda misol uchun mana bu gapga qaraydigan bo'lsak, last week we had a party and a lot of people came. Everybody enjoyed it. Ya'ni o'tgan hafta biz bazm uyushtirdik va ko'plab odamlar kelishdi. Hamma bundan zavqlandi. Xuddi shu ikkita gapimizni endi bitta qilib qo'shib yubormoqchi bo'lsak, bizga relative clause kerak bo'ladi. Everybody who came to the party enjoyed it. Mana bu bitta gapimizda bitta qismi bor. Who came to the party. Mana shu qismi relative clause hisoblanadi va bizaga mana bu bitta everybody enjoyed it degan gapimizga tepadagi birinchi gapimizni qo'shib yuborish uchun kerak bo'ldi. Ya'ni xuddi shu gapimizni qisqartirib mana bu yerga qo'shib yubordik. Who came to the party. Bazmga kelganlarning hammasi undan zavqlandi. Ya'ni relative clausening vazifasi nima? Relative clausening vazifasi bu gapdagi egani, to'ldiruvchini, ega va to'ldiruvchini demaylik, otni deylik, gapdagi otni izohlab keladi. Ya'ni bu yerda everybodyni izohlab beryapti bizga. Who came to the party. Hamma, qaysi hamma? Dunyodagi butun odamlarmi yoki ma'lum bir guruh odamlarmi? Shu narsani aniqlashtirib beryapti. Ya'ni kim ekan? Bazmga kelgan hamma ekan. Dunyodagi hamma odamlar emas ekan, faqatgina bazmga kelgan odamlarning hammasi ekan. Bundan zavqlanishibdi. Relative clause bu gapning bir bo'lagi, gapirayotgan odam qaysi shaxs yoki qaysi narsa haqida aytayotganini aniqlashtirib beradi. Relative clause'ni tuzishimizda bizga kerak bo'ladigan asosiy narsa bu relative pronounlarimiz who, that, which. Ya'ni who kimki, which qaysiki, that esa ikkalasi uchun ham ishlatilishi mumkin. Ikkalasini o'rnini bosib kelishi mumkin. Who'ni o'rnida kimki ma'nosida ham kela oladi, which'ni o'rnida nimaki ma'nosida ham kela oladi. Who'ni biz asosan odamlarga ishlatamiz, which'ni biz asosan things, ya'ni narsalarga nisbatan ishlatamiz. Va ikkisini o'rnida that almashinib kela oladi. Misolga qaraydigan bo'lsak, the woman who lives next door to me is a doctor. Xuddi shu gapimizni the woman that lives next door to me is a doctor deb aytishimiz ham mumkin. Bu yerda who'ni qo'yamiz nimaga? Chunki woman'ga qarab ketyapti. Xo'p. I don't like stories which have unhappy endings. Men hikoyalarni yoqtirmayman, qaysiki ular baxtsiz yakunga ega bo'lsa. Demak, baxtsiz yakunga ega bo'lgan hikoyalarni yoqtirmayman. Bu yerda that'ni ham qo'yishimiz mumkin. Xo'p, muhim qoida, important, ikkita gapni relative clause yordamida bir gapga birlashtirganimizda who, that, which so'zlarini ishlatamiz. He, she, it ishlatilmaydi. Bularni tushirib qoldiramiz. Xo'p, mana ikkita gapni ko'radigan bo'lsak, I met a Canadian woman at the party. Bazmda kanadalik ayolni uchratdim. Va ikkinchi gapimiz she's an English teacher. U ingliz tili o'qituvchisi. Mana shu ikkala gapni biz bitta gapga birlashtiradigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi? I met a Canadian woman who is an English teacher. Men ingliz tili o'qituvchisi bo'lgan kanadalik ayolni uchratdim. Bu yerda biz qachon mana bu ikkita gapni bir-biriga qo'shib relative clause yordamida bog'lab yubora olamiz? Qachonki mana bu birinchi gapda gapirilayotgan shaxs bilan ikkinchi gapdagi shaxs, ikkinchi gapning egasi bitta bo'lsa. Ya'ni birinchi gapimizda I met a Canadian woman, xuddi shu ayol haqida ikkinchi gapda gap ketyapti. She's an English teacher. She deganda kim nazarda tutilyapti? Canadian woman.
kanadalik ayol nazarda tutilyapti. Shuning uchun biz ikkalasini birlashtira olamiz. Agar bu yerda ikki xil bir-biriga bog'liq bo'lmagan gap bo'lganda edi, biz uni relative clause bilan bir-biriga qo'shib yubora olmasdik. Misol uchun, I met a Canadian woman at the party. People there are very interested. Qiziqqan. Interested in playing football. Misol uchun, people here are really interested in playing football. Demak, bu yerda bir-biriga umuman aloqasi yo'q. Ba'zimda men kanadalik ayolni uchratdim gapi bilan, bu yerdagi odamlarning ko'pi futbol o'ynashga qiziqadi. Ikkisiga bir-biriga bog'liq emas. Shuning uchun bularni bog'lay olmaymiz relative clause bilan. Faqatgina bir-biriga bog'liq bo'lgan gaplarnigina bir-biriga qo'shib yuborishimiz mumkin bo'ladi. I met a Canadian woman who is an English teacher. Yana bitta misol ko'radigan bo'lsak, I can't find the keys. Kalitlarni topa olmayapman. They were on the table. Ular stolning ustida turgan edi. I can't find the keys which were on the table. Stolning ustida turgan kalitlarni topa olmayapman. Biz bu ikkala gapni bog'lay oldik. Nimaga? Chunki birinchi gapimizdagi ot keys, ikkinchi gapimizning egasi bo'lib kelyapti. Xuddi mana shu holatdagina biz ikkisini relative clause yordamida bog'lay olamiz.